Hozirda Chempionlar Ligasini yutib olish uchun top 5 ta favoritlar. Na Real Madrid, na Barcelona bu ro'yxatda yo'q. Qizig'i, hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ying. So'nggi futbol yangiliklari faqatgina bizada. Opta nashri har yili o'zining juda ham aqlli kompyuterini ishlatib, to'plar qilib hamma muxlislarni g'azablantirishadi. Nimaga men bunaqa deb aytganimni video davomida bilib olasiz. 5-o'rinda endi o'ziga qaytayotgan Manchester City. 4-o'rinda esa bu mavsumda hali mag'lub bo'lmagan va hammani hayratga solayotgan Bavariya. 3-o'rinda esa o'tgan yili shu sovrinni yutib olgan Paris Saint-Germain. 2-o'rinda esa Premier Liga chempionlari Liverpool. 1-o'rinni aytishimdan oldin eFootball muxlislariga katta yangiligim bor. 5 milliongacha qimmatbaho akkauntlar va pulli mukofotlarni yutib olishni istaysizmi? Unda profilimizdagi FUS Pro rasmiy kanaliga obuna bo'ling. U yerda bu o'yinga tegishli bo'lgan hamma yangiliklar, qiziqarli konkurslar va ajoyib turnirlar bo'lib o'tadi. Hoziroq kirib qo'ying, chunki keyin qidirib yurasiz. Va 1-o'rinda esa har doim o'zi 2-o'rinni egallaydigan Arsenal. Qanchalik bu haqqoniyligini o'zingiz izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Real va Barsa esa nechinchi o'rinni egallashganligini FUS Pro Telegram kanalida bilib olsangiz bo'ladi. Ishoning, kirsiz, afsuslanmaysiz.